Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu ro'y sog'lomlik va ro'y binormallik to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Mening bu leksiyamningki asos maqsadi mushu ro'y sog'lomlik va ro'y binormallik to'g'risida qarindoshlarga ba'zi savodlarni ta'minlash orqali o'z-o'ziga baho berish, ya'ni o'zidagi ro'y jihatdagi nuqsonlarni bayqash orqali o'zininki ro'y sog'lomligiga qandaq kafolat qilish to'g'risida ozroq bir taklif berish. Bugun men asosliqi mushu ro'y sog'lomlik va ro'y binormallik to'g'risida ba'zi oddiy tushunchalarni berib o'taman. Keyingi leksiyalarimda konkret ba'zi mushu ro'y sog'lomlikqa munosabatlik kasalliklar to'g'risida bir qism tushunchalarni berib o'tmoqchi. Men bugun so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlarni qarindoshlarga texmi yaxshi tushuntirish uchun insonlarning kayfiyatidagi normallik va binormallikni tuvandagi rasmdagidek ifodalab chiqdim. Ya'ni bu rasmda ko'rayotganimizdagidek o'tirliqdagi mush insonlar kayfiyatiniki eng normal holatini, ya'ni biz mo'tadil holat deb qarasak va uni mushu yeshil ranglik ifodalab, uningga 0 raqamini bərdim, onun yuqarısını, yəni insanlarınki ro'y kayfiyatiniki yuqurlab mengişi deb qarab, onu mən qızıl rənglik və yoki musbat raqam bilan ifodaladim. Bunun tövəndikini insanlarınki ro'y kayfiyatining tövəlləşi deb qarab, onu mən qara rənglik yoki manfiy raqam bilan ifodaladim. Bu rasmda ko'rayotganimizdagidek o'tirliqdagi yeshil ranglik, ya'ni insonlarning ro'y kayfiyatining eng mo'tadil, eng normal vaqti bo'lib, uningdan yuqori bo'lgan vaqtida xushalliq, jo'shqin bo'ladi. Uningdan bir daraja yuqorilagan vaqtida yengil darajada talvilik bo'ladi. Uningdan bir daraja yuqorilagan vaqtida talvilik bo'ladi. Eng oxirida, eng yuqori chekka yetgan vaqtida ro'y kasallik yoki sarang hisoblanadi. Anandan keyin bu insonlarniki ro'y kayfiyatida tuvallash bo'lgan vaqtida, ya'ni mo'tadildan bir daraja tuvallagan vaqtida ko'ngli yerim bo'lish, qayg'urish paydo bo'ldi. Uningdan bir daraja tuvallagan vaqtida tushkunlashish bo'ladi. Uningdan bir daraja tuvallagan vaqtida ig'ir darajada tushkunlish bo'ldi. Eng oxirisida shu insonlarning kayfiyati eng tuvan darajaga yetib, ro'y kasallik paydo bo'ldi va eng oxirisida o'zini o'ldirilish bilan og'irlashadi. Bu yerda ko'rayotganimizdagidek insonlarningki ro'y kayfiyati shu o'ttiridagi bir qo'shish va bir minus doirasida bo'lib, u ikki qutbga ayrilgan vaqtida, ikki qutbga mangan vaqtida insonlarningki ro'y kayfiyatida binormallik va ro'y kasallik paydo bo'ladi. Albatta, mushu o'tirliqdagi normal doiradan azroq ishib ketsa, cho'qim binormallik bo'lamdi, kasal bo'lamdi degan vaqtida undaq emas. Bu faqatla shu ro'y kayfiyatiningki paydo bo'lish qitim soni, davomlashish ahvoli, ya'ni qancha uzun davomlashsa, ya'ni qayta takrorlansa, bular sababsiz bu ro'y kayfiyatlar takrorlansa, u vaqtida biz buni ro'y jihatdagi binormallik yoki ro'y kasallik deb qaraymiz. Agarda bu ma'lum sabablar tufaylidan bir qitim paydo bo'lib, qisqa vaqtdan keyin oxirlashgan bo'lsa, biz buni shu yuz bergan voqelik bilan bevosita munosabatlik deb uni alohida bir kasallik qatorida hisoblamaymiz. Lekin men yuqorida deb o'tgandagidek, bu xil ahvollar qayta yuz bergan vaqtida va uzun muddat davom qilgan vaqtida bu shu psixikadagi yoki ro'y jihatdagi binormallik yoki ro'y kasallik hisoblanadi. Men bu jihatda keyingi leksiyalar
Biz yuqorida mushu insonlarningki ro'y kayfiyatidagi normallik va benormallik bilan tanishib o'tdik. Undaqda bu ro'y sog'lomlik, ya'ni sog'lom ruh degan qandaq bo'ladi? Degan vaqtida bu ro'y sog'lomlik deganda insonlarningki tonishi, his tuyg'usi, o'y xiyoli, tafakkuri va so'z harakati jihatdagi sog'lomlikni ko'z tutadigan bo'lib, u odatda normal psixika deb ataladi. İnsanlarning his tuyg'usi, qandoq o'ylashi, qandoq tafakkur qilishi va qandoq harakat qilishi ro'y sog'lomlik bilan zich munosabatlik. Agarda bizningki ro'yimiz sog'lom bo'lmagan vaqtida, ya'ni psixikimizdan masal chiqqan vaqtida, bizningki o'y xiyollarimiz, tafakkurimiz va nurg'un so'z harakatlarimizga ta'sir ko'rsatib, bizda shu ro'y jihatdagi benormallikni keltirib chiqardi va natijada bizningki jismoniy sog'lomligimizga belgilik ta'sir ko'rsatdi. Undaqda ro'y sog'lom bo'lgan insonlarda qandaq alayliklar bo'ladi? Buni men alayida ta'kidlamasammi, qarindoshlar obdan tushunishi mumkin. Chunki nima bo'lgan vaqtida normal bo'ldi? Bu bizningki hayotimizda eng ko'p uchraydigan bir normallik bo'lib, birinchidan bu ro'y sog'lom bo'lgan insonlarda birinchidan kayfiyati turaqliq, pozitiv, umidvor bo'ladi. Ikkinchidan şeylarga yaxshi tarafdan qaraydigan bo'ladi. Uchinchidan tafakkuri aniq va sog'lom bo'ladi. To'rtinchidan o'tib ketgan ishqa ko'p taptani qilmaydigan bo'ldi. Beshinchidan mag'lubiyat va qiyinchilik oldida osonlikcha o'zini yo'qotib qo'ymaydigan bo'ldi. Oltinchidan mag'lubiyat va qayg'u hasratdan tiz asliga kelalaydigan bo'ldi. Yettinchidan ko'ngli keng bo'ldi, ko'ralmas, ishtar va hasadxo'r bo'lmaydi. Bular shu ro'y sog'lom bo'lgan insonlarda bo'ladigan alayliklar bo'lib, amaliyotda u ro'y sog'lom bo'lgan insonlarda bo'ladigan alayliklar yolg'iz bularla emas, buningdan boshqa nurg'un taraflardami nihoyatda normal va sog'lom ifodalar bo'ladi. Albatta, men bu yerda buni faqatla shu 7 tarafga yig'inchoqladim. Bu deganlik hargiz 7 taraf bilan cheklandi deganlik emas. Undaqda shu ro'y sog'lomlikqa qandaq omillar ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni ro'y sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatadigan omillar tövəndəki bir neçə xil bo'lib, uning birinchisi ig'ir darajadagi jismoniy zarba va zaxma. Ya'ni masalanga urush, to'qinish, tabiiy ofat, qatnash vaqasi, qotillik, jinsiy tajovuzchilik degandagidek. Ikkinchisi ro'yi zarba va zaxma. Ro'yi jazoga uchrash, xo'rlanish, xorlanish. Uchinchisi ijtimoiy omillar, ya'ni shu jamiyatdagi uzun muddat adolatsizlik qatorliqlar. To'rtinchisi oiladagi urush jidal, inoqsizlik va zo'ravonlik. Beshinchisi balaliq vaqtdagi xorlanish, nazardan soqit bo'lish, ya'ni ota-onasi tarafdan yoki atrofdagi yaqinlar tarafdan yetarlik e'tiborga erishamaslik. Oltinchisi yolg'izlik, yaklanish va kamsitilish. Yettinchisi turmush va xizmatdagi jiddiychilik va besim. Albatta, bu ro'y sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatadigan omillar yolg'iz bu 7 xil bo'lmasdan, men bu yerda faqatla shu o'zim muhim deb qaragan omillarni tizib chiqdim. Uningdan boshqa konkret o'xshamagan insonlarda konkret o'xshamagan sabablar bo'lishi mumkin. Undaqda ro'y benormallik degan nima? Ro'y benormallik yoki benormal psixika deganda insonlarningki tafakkuri, his tuyg'usi, kayfiyati va harakatidagi benormallikni ko'z tutadigan bo'lib, u ba'zida qisqa vaqt davom qilsa, ba'zida uzun muddat davom qiladi. Agar bu benormalliklar vaqtida bartaraf qilinmasa, ig'irlashib ro'y kasallik kelib chiqishi mumkin. Undaqda
ro'yi benormal bo'lgan insonlar yoki psixikasi buzilgan insonlarda qandaq alomatlar ko'rildi degan vaqtida birinchisi kayfiyati turoqsiz bo'ladi. Oson xush va oson ochiqlanadi. Ikkinchisi har ishga salbiy tarafdan qaraydigan bo'ldi. Umidsiz bo'ladi. Üçüncüsü, məğlubiyyət və qaygı həsrətdən tiz əsliga kelolmaydi. To'rtinchisi, o'tgan ishqa ko'p pushaymon qiladi. Davomliq o'zini ayblaydi. Beshinchisi, ishtar, ko'rolmas bo'ladi. Boshqalardan hasad qiladi. Oltinchisi, g'alati xiyollarda bo'ladi. Doim boshqalardan gumon qiladi. Yettinchisi, savallikni davomliq boshqalardan izlaydi. Bu endi faqatla mushu universal endi. Mayli qaysi xildagi ro'y benormallik bo'lsin, universal mushu ro'y sog'lomligidan mas'ul ko'rilgan odamlarda ko'riladigan bir qism alomatlar bo'lib, u deganlik hargiz mushu ro'y sog'lomligida mas'ul ko'rilgan vaqtida faqat bu 7 xil alomatlar ko'rildi deganlik emas. Andan keyin konkret o'xshamagan kasalliklarda o'xshamagan alomatlar ko'rildi. Men keyingi leksiyamda bu to'g'risida yana tafsili to'xtalaman. Ro'y benormallik yoki ro'y kasallikninki sabablari degan vaqtida bu ro'y kasalliklarning paydo bo'lishininki toq sababi yo'q. Undan boshqa shu ro'y kasallikni paydo qiladigan nurg'un sabablar tehi aniq emas. Shundaqdimi tövəndəki amillarninki shu ro'y kasallik yoki ro'y benormallikninki paydo bo'lishda muhim rol o'ynaydiganligi ma'lum. Birinchisi irsiy omillar va oiladagi ro'y kasallik tarixi. Ya'ni oilada ota bobamiz ichida shu ro'y kasallikka giribdor bo'lganlar bo'lsa, bundaq oiladagi keyingi avlodlarninki ro'y kasallikka giribdor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi deganlik. Ikkinchisi turmush kechirmishlari. Masalanga besim va xo'rlanish. Bo'libmi balalik davrdagi besim va xo'rlanish. Üçüncüsü mingidagi ximiyalik tangpunluq qatorliq biologiyalik ya'ni mingidagi ximiyalik tangpungsizlik qatorliq biologiyalik omillar. To'rtinchisi mingning zaxmlanishi. Beshinchisi onaning homildor vaqtida virus yoki zarlik ximiyalik moddalar bilan uchrashishi. Bu ana shu bola homila vaqtida shundaq virus zarlik ximiyalik moddalar bilan uchrashgan vaqtida uning bolasiniki ro'y benormallik yoki ro'y kasalga giribdor bo'lish ehtimoli yuqorilaydi degan gap. Oltinchisi aroq yoki boshqa ko'ngil ichish dorilarini qalaymaqon iste'mol qilish. Bumu shu insonlarniki ro'y benormalligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning birisi. Yettinchisi rak qatorliq insonlarniki ro'y kayfiyatiga ig'ir ta'sir ko'rsatadigan ig'ir va ost xarakterlik kasalliklar. Ya'ni insonlar ba'zida shunday ig'ir va ost xarakterlik so'ralma kasallik giribdor bo'lgan vaqtida bu kasallikning uzurishiga ergishib insonlarninki ro'y kayfiyatida ig'ir ro'y kayfiyati insonlarning ro'y kayfiyati ig'ir ta'sirga uchraydi. Ko'p uchraydigan ro'y benormallik yoki ro'y kasalliklar. Birinchisi shu tushkunlashish yoki xomushlik kasali. Ikkinchisi benormal tashvishlanish. Benormal tashvishlanish degan vaqtida buning ichida nurg'un kichik turlar bo'lib, men keyingi leksiyalarimda bu to'g'risida tafsili to'xtalmoqchi. Uchinchisi zarlik chekimlikka xumor bo'lish. To'rtinchisi aroqqa xumor bo'lish. Beshinchisi Uyg'urchada men yaxshi ism topolmadim. Bumi bir ro'y kasalliklarniki bir turi. Oltinchisi ikki qutbliq ro'y benormallik. Yettinchisi buningdimi Uyg'urchada ism esimga kelmaganligi uchun aslidagi inglizcha bo'yicha oldim. Qolganlarimi shundaq. Bular odatda hozir shu ko'p uchraydigan ro'y kasalliklarniki turlari bo'lib, men bularningki ichida bir qismlarini keyingi leksiyalarimda konkret to'xtalib o'tmoqchi. Ya'ni bu kasalliklar to'g'risida tafsili ba'zi savodlarni so'zlab o'tmoqchi.
Bugun men so'zlamoqchi bo'lgan mushu ro'y sog'lomlik va ro'y benormallik to'g'risidagi leksiyani mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning ko'ngil qo'yib anglaganiga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Kelaqtim ko'rishayli.